Assalamu alaykum, yaxshimisizlar, qarindoshlar. Qanimizga xush kelinglar. Men Nur Mehmet. Agar qanimizga mazmunlarni yoqtirsangiz, bizga a'zo bo'ling. Film ostidagi bosh barmoqni besib qo'ying, so'z qoldiring, do'stlaringizga tarqitib qo'ying. Shu orqali bizni qo'llasangiz chin ko'nglimizdan minnatdor bo'lamiz. Rahmat sizlarga. Bugungi mazmunda bir to'rdishimizniki talabi asosan hozir tarqalgan bu xatarlik virusniki qanday badan ichidan chiqadiganligi, atrof qanday tarqaladiganligi, bu sirtqi muhitda qancha vaqt yashaydiganligi to'g'riliq biroz mazmunda so'zlamoqchimiz. Ham bu virusning og'izdan chiqqandan keyingi atrof qanday tarqalish usullarini Yaponiyadagi ba'zi tadqiqotchilarniki videolarini sizga ko'rsatamiz. Odam gap qilganda, tushkurgan chog'da, tukagan chog'da yoki yo'talgan chog'da mana shu xil shu og'izning ichidan bir havo chiqqan hamonlam og'izning ichidagi burunning ichidagi shu tukurik balg'amlar hammasi tang chiqadi, ham atrofga tarqaydi. Agar atrofingizda boshqa bir odam bo'lib qolsa, ular yo'qish mumkin. Agar atrofda odam bo'lmasa, shu havoda qolib qoldi, yo'qmasa yerda qolib qoldi, yoki shu yerda qaysi jism bo'lsa, masalan, ustal, o'rindiq yoki tutqich degan narsalar bo'lsa, shu yerda qolib qoldi. Tövəndə sizlarga bu Yaponiya tadqiqotchilarining virus mikroblarning og'izdan chiqqandan keyin havoda tarqalishi to'g'risida ilib olgan tadqiqotni ko'rib boqamiz. Bu filmdagi tadqiqotchilar shu ziyoda sezimchanlik ega bo'lgan kamera bilan o'zgacha lazer nurli lampalarni ishlatgan bo'lib, bu orqali shu 0.1 mikrometr bo'lgan kichik moddalarni ko'rib boqish uchun bu sinovlarni olib beribdi. Sinov qatnashgan odam tayyorlanib bo'lgandan keyin boshda tushkurdi. Tushkurgan chog'da og'izdan chiqqan bu balg'am tukuruklarning hammasi havoga chiqqandan keyin og'ir balg'amlarning hammasi yerga tushib ketganligini ko'ramiz. Ammo nihoyat kichik bo'lganlari ham havoda qolib qoldi ekan. O kichik bo'lgan balg'amlar havoda qolib qolib atrofda uchib yuradi ekan. Floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. Bu balg'am tukuruklar faqatlam tushkurish, yo'tal bilan chiqmasdan balki shu ikki odam o'zaro paranglashgan chog'dami, oldingiz bir odam bo'lsa, shular paranglashgan chog'dami, bu og'zimizdan chiqadi ekan. Ikki odam paranglashgan chog'da garchi yo'talmagan bo'lsaqmi, yoki tushkurmagan bo'lsaqmi, lekin og'zimizdan chiqqan bu ko'zga ko'rilmagan, shu nihoyat kichik bo'lgan mikro moddalar hammasi havoda uchib yuradi. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. Yana bir sinoqda shu odam jiq bo'lgan bir uyning ichida bir odam tushkursa yoki yo'talsa og'zidan chiqqan shu mikro moddalar deb qo'yamiz, shu tukuruk, balg'amlarniki, cho'nglarniki yerga tushib ketganini ko'ramiz, ikkilam yerga tushib ketganini ko'ramiz, ammo kichiklarniki yengil bo'lganlarniki shu uyning ichida 20 notgacha uchib yurganini ko'ra olamiz. Filmdagi shu yeshil bo'lganlari, cho'ngroqlari, qizil bo'lganlari biz ko'zda ko'ramagan kichiklari. Microdroplets shown in red continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later. Hamda bunun oldini olishning eng yaxshi usuli shu o'yinning darisini echitish kerak. İnsanlarning sog'lomligi uchun bu tadqiqot, bu sinovlar olib borgan shu tadqiqotchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. Hamda videomiz davom qilaylik. Bu koronavirusni sirtqi dunyoda qancha vaqt qilalaydi? Bugungi temamiz asal maslimiz shu. Hozirgi achilib olgan tadqiqotlarning natijasiga qaragan chog'da koronavirusni qattiq jismlarda bekrak uzun qoldi ekan. Tövəndə bir tizimlikni deb o'tamiz. Buni Amerika Los Angeles shtatidagi Kaliforniya universitetidagi tadqiqotchilarniki elib borgan bir tecrübesi ekan. Bu tecrübe neticesini Yeni Angliya Medicina jurnalida tadqiq natijasi shaklida e'lon qilibdi. Buning mazmuni tuvandiki. Ya'ni koronavirus havoda 3 soat qoladi ekan. Qalay, mis, temir bo'lgan yasalgan narsalarning ustida 4 soat qoladi ekan. Qog'oz, yog'ochdek buyumlarning ustida 24 soat qoladi ekan. Plastik, ya'ni xasho xaltlarda, xasho yasalgan narsalarda 2-3 kungacha qoladi ekan.
Datlaşmaz buyumlarda yine buşugan deb qo'yamiz. Buşugan buyumlarda 3 kungacha yashaydi ekan. Suvda bo'lsa, suvning temperaturasi qancha sovuq bo'lsa, shuncha uzoq turadi ekan, lekin suv qancha qiziq bo'lgan sari shuncha oson o'ldi ekan. Shunga suvda bir 2-3 kun turadi deb o'ylab tursin bo'ldi. Ammo yaqinqi necha kundan yaqin yangi tadqiqot natijalari chiqish boshladi. Ya'ni Amerikaniki kasallikni oldini olish kontrol qilish markazi, ya'ni CDC deb qo'yamiz. U Almas Milliy paraxotida elib borgan bir yangi tadqiqot asoslanganda bu virusning qattiq jismlarda 17 kungacha qoladiganligi isbotlanibdi. Endi bu har xil sonliq ma'lumotlar beshingizda qaymoq turamiz. Biz faqat bu yangi tadqiqot natijalarini sizlarga ko'rib beqishni sundiq. Endi 17 kungacha qolamdi yoki qolmamdi, 17 kungacha biz hech narsa tutmay o'ltiramdi, unda emas. Bizga muhim bo'lgani shuni oldini olish ham yaxshi mudofaani qilish. Yana birisi bu vaqtlarning o'tishiga ergashish, masalan, og'zimizdan chiqqan bu virus, masalan, mingtal virus chiqdi deylik, chunki nahayat kichik emasmi, bir tushkurishimiz mingtal virus chiqdi. U shu buyumning ustida qolib qolsa, masalan, shu havoda qolib qolsa, bu mingtal virus u 3 soatgacha 4 soatgacha mingtal virusning hammasi o'z bitib turdi degan emas. Bu vaqtning o'tishiga ergashib buning soni ozlaydi ekan. Masalan, yangi chiqqan chog'da og'zimizda mingtal virus chiqqan bo'lsa, 3 soatdan keyin u havoda qolgani balki 50 tal bo'lishi mumkin, yoki 10 tal bo'lishi mumkin. Shuna ishtik azlabmag'an. Uchinchi bir cho'ng masalamiz endi qanday qilgan chog'da shu virusning yuqumishini oldini olib bo'ldi. Agar virusning hayot qilish vaqti shu biz yuqorida o'tgandek 3 soat, 4 soat, 1 kun, 2 kun, 3 kun, 7 kun bo'lsa, buni oldini qanday qilamiz? To'g'ri bir qancha usullarni siz bilan ham bahramlamiz. Sirtlar chiqqani cho'qim diqqat qiling. Avtobus chiqishining oldida yoki tushgandan keyin cho'qim qo'lingizni palay taqang. Tushgandan keyin palayni chiqarib o'ting, axlasani tashib o'ting. Chunki siz avtobus chiqqandan keyin u yer bu yerni tutib qolishingiz mumkin. Tushgandan keyin palayni chiqarishga maqsad asosligi bu palayni qo'lingizni yanchiq solsangiz, bu mikroblar yanchiqni o'tadi. Andan keyin u o'yga berib qilish mumkin bu mikroblar. Sirtga chiqib qolsangiz, sirtki kishilar bilan eng yaxshisi 2 metr bir oraliq qo'ying. Agar tushkurib qolsangiz, cho'qimdan bir qog'oz bilan og'zingizni to'saysiz, yoki qo'lingiz bilan jaynak bilan to'saysiz. Sirtdan uyga qaytib kirgan chog'da cho'qim dezinfeksiyani yaxshi qiling. Eshikdan kirgan chog'da bo'lsa, eshikda turib bilan barliq kiyimlaringizni silib bir xaltaga qo'yib, uni balkonga chiqib, yoki kiraliga sevitib, ashadlam juviting. Uyga kirgandan keyin siz amala bir muncha kirib juyinib chiqsangiz eng yaxshi bo'ladi, chunki bu chechingizda, burun soqollaringizda, burningizning shu ichidagi tuklarda, quloqning ichidagi tuklarda shu viruslar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ham virus desak, ham xato bo'lib qoldi. Chang tuzan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo chang tuzanida virus bormi yo'qmi uqmaymiz. Shu bir munchada bir juyinasdan eng yaxshi bo'ldi. Agar o'g'irlik qilib qolsangiz, balki yerib ketgan bo'lsangiz, ammo qo'lingizni, yuzingizni, chechangizni yaxshi yuviting, put qismingizni, osti qismingizni yaxshi bir dezinfeksiya qilib o'ting. Oftob yaxshi kunlarda amalbar o'ynak derisini hammasini echiting, chunki odatda bu ultrabinafsha nuri, ya'ni bu quyoshdan kelgan nurlar viruslarni yaxshi o'ldiradi. Uyning ichini qaralik holda dezinfeksiya qilib turing, ammo uyingizga kichik bo'lsa, diqqat qiling, bexatarlik diqqat qiling. Qochqin bo'shdan qiziq suvda yuvib turing. Yotgan ko'pak, kirlik adyallarni doim shu aptab qisilib turish odatlaning. Qo'lingizni doim yuvib turing, yoki bo'lmasa yanchiqni saqlab qo'ygan bu dezinfeksiya suyuqligi bilan surkab turing. Eng oxirida yaxshi uxlang, yaxshi aram oling, chiniqib turing, kayfiyatingizni yaxshi tuting. Sog'lom bo'lsangiz, hamma ishlarni yaxshi qila olasiz. Yuqorida koronavirusniki o'xshamagan jismlarda hayot turish vaqtini, eg'izdan chiqqandan keyingi qanot tarqalganligini, yo'qolish yo'llarini ham oldinish usulini deb o'tdik. Agar bu mazmunni payliq his qilsangiz, atrofga tarqatib qo'ying. Bizga a'zo bo'lishni unutmang. Pastki bosh barmoqni besib qo'ying. Agar yangi chiqqan mazmunlarimizdan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroqni besib qo'ysangiz, yangi mazmunlarni birinchi siz xabardor bo'lasiz. Klafning ko'rishicha salomat bo'linglar. Allohga